Assalomu alaykum barchaga. Men Abdurazakov Oybek, Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelganman. Bundan 1 yil avval avtohalokat tufayli yuz sohasidagi suyaklar sinib ketgan. Bir yil oldin ADN jamoasiga operatsiya qildirdim. Mana natijasini bugun kelib ko'rdim. Hammasi yaxshi, juda zo'r qilingan. Men o'zim brazilskiy jiu-jitsu sport turi bilan shug'ullanaman. Professional sportsmenman. Hammasi uchun rahmat kattakon. Hammaga shu joyni tavsiya qilib qolaman. Juda yaxshi operatsiya qiladi. Hammasi uchun rahmat. Yuz suyaklari singan bemorlarga zamonaviy operatsion texnologiyalar yordamida jarohatdan keyingi ertangi va kechki davrlarda sifatli tibbiy yordam ko'rsata olamiz. Operatsiyalarimizning asosiy qismi og'iz ichi kesmasi orqali amalga oshirilganligi sababli bemorda operatsiyadan keyin yuzlarida hech qanday chandiqlar qolmaydi.